Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan eng shoshilinch xabarlar bilan Zafarov Imronbek kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. 9-tur uchrashuvlari davom ettirildi va bir-biridan ajoyib o'yinlarning guvohiga aylandik. Andijon Neftchi 0-2, Dinamo Surxon 1-0, Qo'qon 1912, Ogimka 1-3, Nasaf Bunyodkor 2-2, Paxtakor Buxoro 6-0. 11-may sanasida bo'lib o'tadigan uchrashuvlar Navbahor Xorazm, Mash'al Qizilqum Sug'diyona Sho'rton jamoasini qabul qiladi. Superligada 9-tur uchrashuvlari davom ettirildi. Bugungi bellashuvlardan so'ng musobaqa jadvali yuqoridagi ko'rinishda. Birinchi o'rinda Ogimka 22 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda. Keyingi o'rinlarda Nasab, Dinamo, Bunyodkor, Neftchi, Paxtakor, Qo'qon 1912, Navbahor, Surxon kuchli o'nlikni Qizilqum jamoasi egallab turibdi. Qadrli futbol muxlislari, Afrika Chaqiruv Ligasi chempionligini qo'lga kiritgan Turkmaniston qo'shnilarimizning Al-Qadah klubi mazkur musobaqadan jami $1,300,000 ishlab oldi. Bu degani o'zbek so'miga 16 milliard 718 million so'm degani. Ushbu g'alaba bilan, ushbu mukofot pullari bilan qo'shnilarimiz Al-Qadah klubini tabriklaymiz. Mavzuni Abduqodir Husanovga qaratamiz. Husanov ingliz tilini o'rganish ustida qattiq mehnat qilyapti. Haftasiga 3 marta klub ingliz tili o'qituvchisi bilan 1 soatdan dars o'tyapti va o'yinda ham boshqa o'qituvchi bilan mashg'ulotni onlayn tarzda bajaryapti. Umid qilamiz, albatta Abduqodir Husanov kelajakda yaxshi ingliz tilida gaplasha oladigan futbolchiga aylanadi. Barselona muxlislariga qaratamiz. Barselona yozda Osiyoga keladi. Barselona yozda Osiyo qit'asiga keladi va turni o'tkazish uchun harakat qilib ko'radi. Jamoa avvaliga Yaponiyaga yo'l oladi va u yerda bitta o'yin o'tkazadi. Keyin esa Janubiy Koreyaga safar uyushtiriladi va u yerda ikkita o'rtoqlik o'yini bo'lib o'tadi. Barselonaning barcha yulduzlari Osiyoga uchishi kutilmoqda, chunki futbolchilarning boshqa davlatlarda o'yinlari deyarli yo'q. Keyinchalik barcha Barselonaga qaytadi. Bu 3 o'yin orqali Barselona eng kamida 15 million yevro ishlab oladi. PSG prezidenti Nosir Al-Helayfi klubdagi barcha ishchilarning Yevropa Chempionlar Ligasi finali uchun yo'l xarajatlarini o'z yonidan to'laydi. Ishchilar soni taxminan 600 nafar, shunchaki gap so'z bo'lishi mumkin emas. FIFA ayollar jahon chempionati 2031-yildan 48 ta jamoaga kengaytiriladi. Oldingi jahon chempionatlaridagi qatnashuvchilar soni 1991 dan 1995-yilgacha 12 ta jamoa, 1999-yildan 2011-yilgacha 16 ta jamoa, 2015-2019-yilgacha 24 jamoadan qatnashgan bo'lsa, 2031-yilgi mundialda jami 48 ta jamoa qatnashadi. Bizning ayollar terma jamoamiz ham muntazam ishtirokchisiga aylansa kerak. Hozirda ayollar jamoamiz FIFA reytingida 50-o'rinda bormoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi, ya'ni erkaklar terma jamoasi esa Osiyoda kuchli 4-5-o'rinlarda, balki 10-o'rinlarda borayotgan bo'lsa, jahonda 55-o'rinni band etib turishibdi. Rasman Iroq termasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi. Avstraliya termasining sobiq bosh murabbiyi Gem Arnold endilikda Iroq termasini boshqaradi. 2018-2024-yillar davomida Avstraliya termasini boshqarib, 68 ta o'yinda 39 g'alaba, 10 ta durang va 19 ta mag'lubiyat qayd etgan murabbiy o'tgan yilning sentyabr oyida iste'foga chiqqan edi. O'shanda uning Avstraliyasi o'z maydonida Bahraynga 0-1 hisobida mag'lub bo'lgan va Indoneziyada 0-0 hisobni qayd etgan edi. Kuni kecha u Bag'dodga yetib borgan va Iroq futbol assotsiatsiyasi bilan shartnoma imzolagan. Shuningdek, Luke Wilkshire ham uning shtabida ish boshlaydi. Iroq terma jamoasiga omad tilaymiz. Bu qaysidir jihatdan bizning bo'lajak raqibimizni kuchayishiga sabab bo'ladi. Qadrli futbol muxlislari, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. Keyingi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Zafarov Imronbek kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.